Ovoz joshqin va hayajonli ohangda. Ko'chmanchi oilalar otov yurt tikayotganlari, ot minib yurishlari, an'anaviy kiyimlar. Ular faqat tirikchilik uchun emas, balki o'z madaniyatini asrab-avaylash uchun ham tabiiy hayot tarzini davom ettirishadi. Har bir urf-odat, har bir hunar, har bir an'ana o'ziga xos hayot falsafasi. Kadr: ko'chmanchi hayoti, chorvachilik, qo'y va otlarni boqish, otov ichida oila davrasi, milliy taomlar tayyorlanayotgani. Afg'oniston ko'p yillar davomida ba'zi odamlar tog' yonbagirlariga ko'chib ketishdi va men aloqa yo'q, transport yo'q, imkoniyatlar yo'qligini tushuntirishga harakat qildim. Lekin u odamlarning yashashi hali ham haqiqatan ham tabiiy va haqiqiy. Kelajak avlodlarga yaxshi hayot va'da qilib, ularning muammolari va tabiiy qishloq hayotini o'rganishda davom etamiz. Biz bilan qoling. Oy yulduzi doim siz bilan. Kanalimizga obuna bo'lishni va bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Afg'oniston tog'lar etagiga joylashgan qabilalar shaharga hech kelishmaydi. Ko'chmanchi xalqning hayoti davlat tomonidan qoloq deb hisoblanadi. Chunki u erga xususiy mulkchilikka bog'liq emas. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy asosda zamonaviy hisoblangan. Ko'chmanchi jamoalar va neoliberal davlat o'rtasidagi mafkuralarning to'qnashuvi jamiyatni ijtimoiy-siyosiy chetlashtirish va ta'qib qilish ko'rinishidagi noroziliklarga duchor qildi. Rivojlanish bahonasida ko'chmanchi bu shaxs yoki odamlar guruhining turmush tarzi. Uzoq vaqt bir joyda turmasdan yashash. Ko'chmanchi turmush tarzi migratsiya bilan bir xil emas. Migratsiya bu bir kishi yoki guruh yangi joyga sayohat qiladigan harakat. Yangi joyga joylashish. Ko'chmanchi turmush tarzi bo'lsa-da, tabiiy resurslar mavjud deb hisoblangan joylarga ko'chib yashash. Ko'chmanchi turmush tarzida bir kishi yoki odamlar guruhi yashayotgan joyini tark etadi. Resurslar ishlatilsa, ularning ehtiyojlarini qondirish uchun o'sha joyda endi mavjud emas. Ko'chmanchi turmush tarzi qadim zamonlardan beri mavjud bo'lgan turmush tarzi. Odamlar omon qolganda, ovchilik va terimchilik bilan. Bu turmush tarzi tarixdan oldingi davrlarda odamlarning birinchi avlodi tomonidan tanlangan turmush tarzi. Omon qolish uchun daraxtlarga vaqtinchalik turar joy quradilar. Boshqalar esa tabiatda yashaydiganlar bor. G'orlardan foydalanish orqali ular ov qilish va meva yeyish orqali tirik qolishadi. Va tabiat bergan donlar. Agar o'sha joyda oziq-ovqat mavjud bo'lsa, bu guruh odamlar boshqa joyga ketadi. Hali ham yetarli tabiiy resurslarga ega bo'lgan. Ehtiyojlarini qondirish uchun bu qabila harakatda davom etadi. Hayotiy ehtiyojlarini qondira oladigan joyga. Ushbu etnik guruh uchun tugilib o'sgan odamlar hurmatli qabila. Ular ko'proq faxrlanadilar. Ochko'z qabila bilan solishtirganda, boylik va kuch bilan. Bolalar hali ham tirik. Dunyoning ba'zi etnik guruhlari hali ham ko'chmanchi turmush tarzini bugungi kunga moslashtirmoqda. Bu safar Kepo sizni Himolay tog'lari etaklarini o'rganishga, u yerdagi ko'chmanchi qabilalar hayotini ko'rishga taklif qiladi. Safaringizga hamrohlik qilish uchun bir chashka qahva va gazaklar tayyorlang. Ushbu qabilalarning ba'zilarining urf-odatlari juda o'ziga xos bo'lib, qiziqish uyg'otadi. Bu oxir-oqibat ko'plab sayyohlarni ushbu ko'chmanchi xalqlarning kundalik hayotini kuzatishga jalb qiladi. Kujers va bakarvallar ikki etnik guruh bo'lib, ular hali ham Garbiy Himolayda bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tishadi. Himolay tog'lar joyidir. Dunyodagi eng baland tog'lar, masalan, Everest va Kangchenjunga joylashgan. Etimologik jihatdan Himolay qor maskanini anglatadi. Yozda bu guruhlar balandroq yerlarga, masalan, vodiylarning yuqori qismlariga ko'chib o'tadi. Qishda esa sovuqdan himoyalanish uchun podalari
vodiyning tubiga olib boradi. Kujar va Bakarval qabilalari Garbiy Himoloyning baland va past balandliklarida qo'y va echki podalari boqadigan ikkita noyob etnik guruhdir. Ikki etnik guruhning tugatilishini aniqlash ularning choponlarining xavfsizligiga moslashtiriladi. Ularning kundalik hayoti juda oddiy, o'rnatilgan va dunyoviy tarixdan uzoqdir. Bu etnik guruhlar o'zlarining ajdodlari madaniyatini saqlab kelmoqdalar. Kujar va Bakarval qabilalari Hindistonning qadimgi Kujar qabilasidan kelib chiqqan umumiy ajdodlarga ega ekanligini da'vo qiladilar. Ayrim olimlarning ta'kidlashicha, ular O'rta Osiyodagi ko'chmanchi chorvadorlar vakili bo'lgan chet ellikdir. Biroq ba'zilarning fikricha, Kujar va Bakarval o'ziga xos etnik guruh pivolari. Kujar Sharqiy Rusiya tatarlarining Kushan va Yuchi qabilalarining avlodlari. Bu qabila o'z guruhi bilan yiliga 2 marta ko'chib keladi. Yozda Kashmir va Ladakh o'tloqlari o'rtasida va qishda Jammu tekisliklariga yo'l oling. Kujar va Bakarval qabilalari ko'chmanchi turmush tarzi tufayli qo'y va qoramollarning yillik ko'chishi va yil davomida sayohat qilishda davom etishi. Bu ularning farzandlari ta'lim olmasliklarini anglatadi. Tarixiy jihatdan bu qabila o'zlari bosib o'tgan ekotizimlar haqidagi keng bilimlari bilan mashhur edi. Ularning migratsiya yo'li bo'ylab ularning kundalik faoliyati atrof muhitga foyda keltiradi. Chunki ular mahalliy yer va suvni tejaydi. Yaylovlarni mavsumiy saqlash, haddan tashqari o'sishni cheklash va invaziv o'simlik turlarini ularni olib tashlash orqali nazorat qilish. Garchi ular atrof muhit bilan simbiotik aloqada bo'lsalar ham, lekin ular biologik xilma-xillikni yo'q qilishda noto'g'ri ayblanadilar. Ulan Maksimal xonim bizga ketishni va ajrashishni taklif qilishimizni aytishdi. Kollej, juzmi pivosini taklif qilish, isitma, hidoyat, ko'priklar, yengil atletika. Bu ko'chmanchilarning hayoti. Ochiq osmon, bepoyon dashtlar va erkinlik ruhi. Ming yillar davomida ko'chmanchilar tabiat bilan uygunlikda yashab kelgan ko'chmanchi hayot, bu nafaqat yashash tarzi, balki buyuk madaniyat va erkinlik ruhi. Tabiat bilan uygunlik, mehnat va sadoqat bu xalqning asosiy qadriyatlari. Asrlar davomida ular o'z an'analarini saqlab kelishmoqda va hali ham tabiat qo'ynida hayot kechirishda davom etishmoqda. Ko'chmanchi xalqning hayoti bu soddalik, erkinlik va tabiiy uygunlik. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, iYields kanalimizga obuna bo'ling. Yangi sarguzashtlarni birga kashf qilamiz. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va biz bilan qoling. Ko'rishguncha, do'stlar.